Bugun esli aqlli odamlarga o'xshab privkamizni o'z vaqtida olaylik deb ertalabdan poliklinikaga bordik. Dekretdagi 8-kunim. O'g'lim privkasi tugagandi, lekin ozgina shamollagandi. O'g'limni ham bir to'la ko'rsatib keldim. Qizimni bo'lsa doktor yoniga kirganda chalg'itib turuvdim. Ukol olganini xitlamadi ham. Lekin mo'tvaydek gullar vashi yoqdi boru. Bu safar har doimgidan ham ishimiz juda ham tez bitdi. O'chirtam yo'q ekan, kirdi-yu shunday ukol olib chiqib uyga qaytishga harakat qildim. Asrdan keyin hovliga tushsak, oyijon ishdan qaytishda har xil ko'chatlar olib kelgan ekan. 3-4 kun oldin bog'bon chaqirtirib, agatlarda olib qo'ygan edik. Erta bahorda ekmabsizlarda deb boshimizni qotirmanglar, chunki ekkanimizni o'zi katta gap. Chunki tuprog'imizni analizga berishimiz kerak. Jazirama quyosh tushganidan tuz rosa ham ko'p. Mol-hollarimiz bo'lmaganligi uchun o'g'it solinmagan. Lekin kichkina огородчamizni tuprog'ini tahlilga berish ancha qimmatga tushar ekan. Ko'z ko'rkoq qo'l botir deb hammasini bir pasda yarim soatga qolmasdan ekib tugatdik. Nima ekkanimizga qiziqqanlar bor bilaman. Xudo xolasa yerimiz chiroyi ochilsa, bozorga borib narsa sotib olib o'tirmaymiz deb pomidor, bodring, bolgarskiy, kalampir, baqlajon, rayhon qilib ekib tashadik. Manzara bo'lish uchun har xil atirgul va gullardan ham ekib qo'ydik. Yerimizni qolgan qismiga nima ekishimizni maslahat berasizlar, hali ancha joy ko'p. Obuna bo'lib keting, biz bilan hammasi juda ham qiziq.